Leksiyemizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endiki mavzumunda. Mavzudun birinci islah vatandaş. 2021 yıl 11. ayının 21. günü. Mavzumunda. Prezident Joe Biden agar Beijing qishliq olimpik marosimini diplomatik ravishda cheklaydigan bo'lsa, Jungo qanday taqabul turish kerak? Mavzuli xabar 11 ayning 20 kuni Twitter orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Jungoning raisi Xi Jinping bilan ekran suhbati boshlangan shu kuni Amerika hukumat amaldorlari matbuotda oshkorlab mundaq degan. Amerika hükümeti dal hozir Beijing qishliq olimpik murosimi cheklashni o'ylashyapti. 11 ayning 18 kuni Prezident Joe Biden Kanadaning vaziri Justin Trudeau bilan ko'rishganda, muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, mundaq dedi: Beijing qishliq olimpik murosimini diplomatik cheklashni o'ylashyapmiz. Sebep cihati nimeni sebep kılıp görüştüş mümkün? Amerika en mühim Uyguristan'da yani Şinjan'da kişilik hukuk meselesini tilga aladı. Uyguristan'da irq yo'qotish bilan ayıplash putirab turolmaydi deydi Twitter orbiti. Irq yo'qotish Amerikada 10 yil hokimiyat hukuk yurgizgan mezgillarda aldirab o'tirg'i chiqargan siyoset bo'lib, putirab turadigan yetarlik asoslar kamida. Prezident Joe Biden Aqsiraga kirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining ichki qismida qonunshunos guruh bilan xulosa chiqarib, Uyg'uristonning ahvoli irqiy qirg'inchilik dardisini shakllantirishga yetishmaydi deyishgan deydi Twitter orbiti. Prezident Joe Biden hükümeti muşini yani Uyguristan'da Jungo hükümetinin Uygurlarga irqiy qirg'inchilik siyoset yurgizganligini sabab qilib, Beijing qishliq olimpik murosimi o'tkazishni diplomatik ravishda cheklamoqchi bo'lganligi, amaliyat Uyg'uriston masalasi, Xinjiang masalasidan foydalanib Jungo bilan elishmoqchi bo'lganligini ko'rsatib berdi. Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning ekran suhbati jarayonida Beijing qishliq olimpik murosimini muhokama qilgan emas. Jungo taraf Amerika har qanday taklif talab qo'ygan emas. Faraz qilishga bo'ladiki, Amerika ilgari oxiri bo'lib bu usul Beijing qishliq olimpik murosimini cheklash usulini qo'llanadi. Bu usul Amerika savdo urushi qo'zg'ab, jamoat fikri urushi qo'zg'ab va fan texnika urushi qo'zg'ab va ideologiyalik formula bilan qarshilashning, Jungo bilan qarshilashning tabiiy davomidir. Buning Jungo allaqachon tayyorlik qilib qo'ydi. Eng oxirida Jungo Beijing qishliq olimpik murosimi o'tkazishdan foydalanib, xalqaro jamiyatning Uyg'uristonni tushunishiga yo'l qo'ydi. Jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillarining Uyg'uristonni ziyorat qilishiga yo'l qo'ydi. Diqqatga yangi gap chiqdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozirgacha tekshirish kirimiz dedi, kirgili qo'ymadi. İki tarafning sharti ya aniq bo'lmadi. Endi hozir Xitoy hukumatı bu yerda nima deyapti? Twitter orbiti Muşu olimpik murosimidan foydalanib xalqaro jamiyatning, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillarining Uyg'uristonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yildi deydi vatandosh. Diqqat. Yangi atalma, diqqat vatandoshi.